तुझे देखा तो ये जाना सनम. deb turib shu ashulani aytib Shvetsariyani sayohat qilaman deb o'ylagan edim. O'z yo'lda ketayotganimizda umuman xayollarimda vobshe boshqa narsalar bor edi. O'zimcha videolar olaman, romantik videolar qilaman deb o'ylagan edim. Lekin men asoslar bo'lsanki, adajonsiz bizani tepalu tomonga olib chiqib magazin yoptirib qo'ydilar-yu. Bizlar yo'llagan naryoqda magazin bor ekan deb bo'larkanmi? Magazin turganda Shvetsariyani tog'lari ko'zga ko'rinarkanmi? Yaxshiyam kiyim magaziniga olib kirmadilar. Tujideka to'yi deb kazinkani to'ndirib shikoyatlarni oldim. O'rmondan o'tinsiz qaytib bo'lmaydi. Shvetsariyadan shikoyatsiz qaytib bo'lmaydi deb xo'jayinimlarga avrab-savrab shikoyatlarni oldirib oldim. Har safar shikoyat olganda esimga kelaveradi. Sizlarni ham bu yil yoshliginglarda holvatari qotganini kesib shikoyatni berishganmi? Kassir opa ham shuncha shikoyatni bolalariga olib beryapti deb o'ylab, bolalarimizni erkalatishga tushib ketdilar-yu. Bizga ham Wednesday qilib beralarmi deb o'yladim, chekka shunday berdilar. Shuncha summani ko'rgan xo'jayinimlar o'rmonga o'tin bilan Shvetsariyaga xotin bilan kelib bo'larkanmi deb qo'limni ushlab olib ketib qoldilar. Menga o'xshab babishka oldira oladiganlar bormi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.